Ma'arif madaniyat uchur xazinasiga xush kelibsiz. Internet torida yuqori saviyalik o'qituvchilarimiz bilan chet el tili o'rganish orzusidagilarni tarbiyalab kelmoqdamiz. Dunyoning har qaysi joylaridan maslahatga muhtoj Turkiya, Qibris, Saudiya, Yevropa universitetlarida haqsiz yoki o'qish yordam puli bilan arzon o'qish orzusidagilarning kasb va universitet tanlash, to'g'ri tizimli universitet o'qiy olishiga kafolatlik qilamiz. Maslahat va tafsilot uchun har yil 5dan boshlab aloqa adreslarimizga qo'shib qilgaysizlar. Xazinam tor til tarbiyalash va oliy ma'arif maslahat markazi. Qutadg'u bilik. Muqaddima. Uyg'urlar uzun tarixga, mo'l madaniyatga va qimmatlik madaniy meroslarga ega qadimiy bir millat. Ulug' vatanimiz Jongoning birlikka kelgan ko'p millatlik va porloq madaniyatga ega mamlakat bo'lib shakllanishida Uyg'ur xalqimi boshqa qarindosh millatlarga o'xshashla turli tarixiy davrlarda siyosiy, iqtisodiy va madaniy jihatlarda muhim rol o'ynagan. Bo'libmi, vatanimizning mo'l madaniyat g'azinasini betishga cho'ng tuhfalarni qo'shgan edi. Ana shunday tuhfalarning biri Uyg'ur xalqining 11-asrda yashagan buyuk mutafakkiri va donishmand shoiri Yusuf Xos Hojibning o'lmas asri Qutadg'u bilik dastonidir. Bu daston Uyg'urlarning Islomiyat qabulidan keyingi yozma adabiyotidan hozircha zamonimizga yetib kelgan tunji badiiy asar. 11-asr Uyg'ur adabiy tilining eng yaxshi namunasi ham Qorxoniylar davri ijtimoiy hayoti bilan ijtimoiy ideologiyasining ro'shan inkosi va ifodasidir. Bu daston butun Uyg'ur madaniyati tarixidagi porloq namoyanda bo'lish sifati bilan O'rta Osiyo madaniyati tarixidami zo'r qimmatga ega. 10-11-asrlarda bizning hozirgi birlikka kelgan ko'p millatlik vatanimizda bir qancha hokimiyat tang mavjud bo'lib turgan edi. Shimoliy Jungoda Kidan, ya'ni Qitanlar hokimiyati. Janubiy Jungoda Sung sulolasi. G'arbiy Shimol egizligining bir qismida Tang'utlar hokimiyati. Xeshi koridorida Ganju Uyg'ur hokimiyati. Turpan o'ymonligi va uning atrofidagi bir qism joylarda Quju, ya'ni Ediqut Uyg'ur hokimiyati. Kuchoning g'arbidan tortib Buxorogacha va shimolda Issiqko'ldan tortib janubda Xotangacha bo'lgan kang zaminda Qorxoniylar hokimiyati mavjud edi. Dastlab Balasag'un shahrini, ondan Qashqar, ya'ni O'rdikantni poytaxt qilgan Qorxoniylar hokimiyatimi Uyg'ur xalqining ajdodlari tarafidan qurilgan bir sulola bo'lib, bu sulola milodiy 9-asrdan 13-asrning boshlarigacha davr surgan va butun O'rta Osiyo rayonining iqtisod ham madaniyat taraqqiyotida muhim rol o'ynagan edi. Qorxoniylar sulolasi bo'libmi 11-asrda zo'r gullanish davriga kirdi. Bu davrda bir tarafdan allaqachon boshlanib ketgan yezigilik va qo'l hunar sanoati ijtimoiy ishlab chiqarish kuchining asosiy qismi bo'lib qolish natijasida o'ltiraqlashish va shaharlashish umumlashib ketdi. Qashqa, Borchuq, Balasag'un, O'trar, Farab, Samarqand va shuningga o'xshash yirik iqtisod, savdo va madaniyat markazlari maydonga keldi. Yana bir tarafdan uzun tarixga ega milliy an'anaviy madaniyat asosida islom madaniyati va mamlakatimizning o'rta tuzlangligi madaniyatining munavvar omillarini qabul qilish bilan Uyg'ur xalqining madaniyat tarixida yangi bir davr boshlandi. Bu yangi davr madaniyati toki 13-asrgacha g'arb madaniyatidan eshib ketgan edi. Ana shu chaqlarda Qorxoniylar sulolasi tavasida Abu Abbos Farg'oniy, Abu Nasr Farabi, Abu Rayhan Biruni, Yusuf Xos Hojib, Mahmud Koshig'ari qatorliq ulug' olim, mutafakkur va shoirlar maydonga keldi. Sharqdagi buddachi Ediqut Uyg'urlari ichida Sanqu Soli To'tun qatorliq buyuk olim va tarjimonlar yetishib chiqdi. Diniy ayrimliklardan qat'iy nazar o'z davriga nisbatan yuksak saviyaga ega bir butun Uyg'ur madaniyati vujudga keldi. Qutadg'u bilik dastoni ana shunday bir tarixiy sharoitda maydonga keldi. Qutadg'u bilik o'zining qurilmasi va mazmunidan elib aytganda
oldi bilan bir adabiy asar va Uyg'ur dostonchiligining tipik namunasidir. Uningda lirika omillari bilan ipik bayon, dramalik epizodlar bilan tabiat tasviri, obrazlik tasavvur bilan shaxs, ya'ni odam xarakteri, falsafalik tafakkur bilan majoz, ya'ni metafora nihoyat ustulik bilan jipslashtirilgan. Lekin u muhabbat dostoni yoki qahramonlik dostoni emas, shundoqla ba'zilarning aytganidek nuqul pand nasihat, ya'ni didaktika kitobi emas. Bu ayni zamon ijtimoiy hayoti bilan zish bog'langan, o'z davriga nisbatan realligi intayin kuchli bo'lgan adabiy asardir. Qutadg'u bilikdiki nurg'un tasvirlarda realizm nuri chaqnab turadi. Muallif o'z davridagi ijtimoiy turmushni quruq pand nasihatga tayinib emas, balki badiiy usul bilan personajlar obrazini yaratib, konkret vaqa epizodlari orqali aks ettiradi. Asardagi 4 personaj o'zaro bir-birini yo'rtib beradi. Ularning xarakteridagi farqlar personajlarning bir-biriga tamoman o'xshamaydigan hayot falsafasi va faoliyatlari orqali gavdlantiriladi. Mana bu nuqta Qutadg'u bilik dostonini boshqa har qanday pand nasihat xarakteridagi asardan farqlantirib turadi. Qutadg'u bilik qadamiy va yuksak bir milliy madaniyatning bevosita mahsuli bo'lib, u adabiy asar bo'lish bilan birga ham tarix, ham falsafa, ham siyosatnoma yoki davlatshunoslik, ham ijtimoiy ta'lim-tarbiya va uzoq o'tmish hayot bilan qarxoniylar davridagi real hayotni o'zida mujassamlashtirgan sistemalik bir ilmiy asar. Shuning uchun u sharq madaniyatini, Uyg'ur va boshqa turkiy tilda so'zlashadigan xalqlar tarixini, bo'libmi qarxoniylar saltanati tarixi bilan Uyg'ur tili va adabiyoti tarixini, qadimki ajdodlarning falsafa, huquq, ya'ni qonun, etika, ya'ni axloq, ta'lim-tarbiya, diniy e'tiqod, dunyo qarash, urf-odatlarni tadqiq qilishda zo'r ilmiy ahamiyatga ega. So'z 5. 11-asrda yashagan ulug' Uyg'ur shoiri, adib, faylasuf va davlat arbobi Yusuf Xos Hojib tarafidan yozilgan Qutadg'u bilik dostonining hozirgi zamon Uyg'ur adabiy tilidagi nasriy yashmasining nashr qilinishi vatanimizdagi osonliq millatlar klassik adabiyoti tadqiqoti sohasida qilingan yana bir cho'ng ish. Qutadg'u bilik dostoni Uyg'ur klassik adabiyotining eng munavvar bir obidasi. Shundaqla Junxon millatlari madaniyat xazinasining qimmatbaho durdonasi. Mamlakatimizning mashhur adabiyotshunosi Lavshi 50-yillarda bu dostonning qimmati ustida to'xtalib, Qutadg'u bilik dostoni yolg'iz Uyg'ur xalqining qimmatlik madaniyat boyligi bo'lib qolmasdan, balki vatanimiz madaniyat tarixining bebaho boyligidir degan edi. 1. Partiya 11-navbatlik markaziy komitetining 3-umumiy yig'inidan keyin mamlakatimizdagi har qaysi osonliq millatlarning, jumladan Uyg'ur xalqining klassik adabiyoti va madaniyati sohasidagi tadqiqot keng qanot yaydirildi. Partiyamiz va hukumatimiz adabiy meroslarga vorislik qilish va uni keng ko'lamda echish xizmatiga alohida e'tibor bilan qaradi. 1980-yildan boshlab Şinjan Uyg'ur Avtonom rayonluq partkom va xalq hukumati Qutadg'u bilik dostonini tadqiq qilish xizmatiga bevosita yetakchilik qilib, nurg'un ilmiy xizmatlarni uyushtirdi. Ayni vaqtda Avtonom rayonimizning muavin raisi Hamid Eminov boshchiligida Qutadg'u bilik tadqiqotiga yetakchilik qiladigan maxsus rahbarlik hay'atini qurib, tadqiqotni konkret tashkilladi. Til adabiyot tadqiqoti sohasidagi olim mutaxassislar keng jalb qilindi. Hay'at bu ulug' asarni tadqiq qilish va nashr qilishda ko'plagan amaliy xizmatlarni ishladi. Avtonom rayonluq ijtimoiy palla akademiyasining ta'sis qilinishi, osonliq millatlar klassik adabiyoti tadqiqotining sistemalik, ilmiy tartib bilan sog'lom rivojlanishiga zamin hozirladi. İjtimoiy palla akademiyasining millatlar adabiyoti tadqiqot o'rni olim mutaxassislarning zo'r tirishchanligi bilan bu asar ustida izchil emgak singdirdi.
Natijada 1984-yili bu dastonning transkripsiyalik matni nazmiy yashmasi 1986-yili xanzucha tarjimasi nashr qilindi. Buni endi nasriy yashmasi xalqimiz bilan yuz ko'rishmoqda. Ikkinchi, har qanday milliy adabiyot meroslarini tadqiq qilish va o'rganishning tub maqsadi uning ijobiy va ilg'or taraflarini yechib, real turmushga mos keladigan va foydali bo'lgan xususiyatlarni muayyanlashtirishdan iborat. Har qanday adabiy meros ajdodlarning tafakkur tarixidan, o'tmishning siyosiy, ijtimoiy ahvolidan derak beradi. Adabiyot san'atining o'tmish davrdan bizgacha yetib kelgan eng yaxshi yodikorliklari ma'lum tarixiy sharoit bilan bog'liq bo'lgan holda bizni o'tmish hayotidan xabardor qiladi. Qutadg'u bilik dastoni Uyg'ur xalqining o'ttira asridagi falsafa va ijtimoiy ideologiya ahvolini aks ettirish jihatda nihoyatda cho'nqur ahamiyatga ega, tangdishi yo'q bir asardir. Yaqinqi 10 yildan buyon bu asar ustida bir qadar keng tadqiqotlar olib berildi. Biror adabiy obidaga uzil kesil baho berish uchun uni cho'nqur va atrofli o'rganish, tadqiq qilish lozim. Cho'nqur va atrofli o'rganib chiqish uchun oldi bilan uning hozirgi zamon tilidagi nusxalarini borliqqa keltirishga, u o'z ichiga olgan mazmun va g'oyalarni xalq tushunadigan vositalar orqali ayon qilishga to'g'ri keladi. Shunday qilganda uning badiiy ahamiyati, tarixiy qimmati va real turmush bilan bo'lgan munosabati ro'shan bo'ladi. Junxo millatlari madaniyat xazinasining olamshumul boyliqi bo'lgan Qutadg'u bilik dastoni yaqinqi bir asrdan buyon dunyo sharqshunoslik ilmining muhim bir tadqiqot nuqtasi bo'lib keldi. Uning 3 xil qo'lyozma nusxasi davlatimizda va chet ellarda aynan nashr qilindi. İngiliz, German, Rus va turk tillaridagi yashmillari ishlandi. Bularning hammasi bu ulug' asarni yanada cho'nqur va atrofli tadqiq qilish uchun bizni yetarli ilmiy asoslar bilan ta'minlaydi. Qutadg'u bilik dastonining nasriy usul bilan yechib berilganligi, dastonning umumiy mazmuni va syujeti, u olg'a surgan idea va muallif Yusuf Xos Hojibning dunyo qarashi bilan har soha kitobxonlarining texmi cho'nqur tanishib chiqishi uchun foydali. 3. Klassik adabiy meroslarga varislik qilishda tanqidiy qabul qilish, mig'izi bilan shaklini ayirish, qadimkini bugun uchun xizmat qildirish fanginida ching turish kerak. Bo'libmi varislik qilish bilan yuqori ko'tarishga ahamiyat berish lozim. Meros bo'lib qolgan har qanday yodikorlik o'zining butun mazmuni bilan o'zi vujudga kelgan davrda qanday ahamiyatga ega bo'lgan bo'lsa, keyingi davrlar uchunmi xuddi shunday ahamiyatga ega bo'la olishi notayin. Chunki u yangi tarixiy sharoitda, yangi ijtimoiy turmush tushunchasi ichida, yangi bir avlodning ma'naviy doirasida yashaydi. Shunga uning mazmunida qandaqdir bir nuqta ko'nrab qolgandek, vaqti o'tib real ahamiyatini yo'qotgandek bilinadi. Lekin uning ijtimoiy taraqqiyot qonuniyatlarining tub mohiyatini yechib bergan, haqiqatga uyg'un bo'lgan ilg'or va ijtimoiy nuqtalari yanada o'z qimmatini yo'qotmaydi. Bularga diqqat qilganda adabiy meroslarga to'g'ri baho bergili va uni yuqori ko'targili bo'ladi. Ajdodlarimiz bizga intayin mo'l, intayin qimmatlik madaniyat meroslarini qoldirib ketgan. Biz Junxo millatlarining munavvar madaniyat merosini qadrlashimiz, osrishimiz, qezishimiz va varislik qilish asosida undan foydalanishimiz, uni yengilishimiz, ilgirlatishimiz lozim. Tömür davom et. Nashrga tayyorlovchilardan Qutadg'u bilik dastonining asli nusxasining transkripsiyasini hozirgi zamon Uyg'ur adabiy tili bo'yicha nazmi va nasriy yashmasini nashrga tayyorlash va xanzucha tarjimasini ishlash avtonom rayonimizning ijtimoiy fan sohasidagi nuqtaliq tadqiqot temasining biri edi. Dastonning asli nusxasining transkripsiyasi va nazmiy yashmasi 1984-yili, xanzucha tarjimasi 1986-yili nashr qilindi.
Шинжаң İjtimoiy Fanlar Akademiyasi Millatlar Adabiyoti tadqiqot o'rni Qutadg'u Belik dastonining nasriy yashmisini ayni vaqtda ishlab chiqqan edi. Hozir Шинжаң İjtimoiy Fanlar Akademiyasi qurilganligining 10 yilligiga sovg'a sifatida nashr qildirdi. Mazkur nasriy yashmi tekstlari dastonning asli nusxasining transkripsiyasi asosida ishlandi va bir beyt birlik qilindi. Har bir beytning ma'nosini o'z ayni yeshib berishga, so'z ma'nolarini imkon qadar tushirib qo'ymaslikqa, qadimki Uyg'ur tilida qo'llanilgan so'z iboralarning hozirgi zamon Uyg'ur adabiy tilida saqlanayotganlarini o'z ayni elishga diqqat qilindi. Har bir beytda she'riy jumlada yoshiringan, lekin beyt mazmunidan ma'nosi tushuniladigan so'zlar hamda beytlar ma'nosining bog'lanishi, fikr va mazmunining o'zaro jipslashishi zaruriyatidan qo'shilgan so'zlar izohat tariqasida berildi. Beytlarning ma'nosi faqat hozirgi zamon Uyg'ur adabiy tilida amaliy iste'mol qilinayotgan so'z iboralar bilan yechildi.